Assalomu alaykum hammaga. Mana 2026-yil 21-iyul sanasiga tepaga magazinovka qo'ygan arlar tekshirib, chala tortganlarini almashtirib ligirovka qilib to'g'irlab chiqyapmiz. Inshaalloh juma kuni kelsa 21 kun bo'ladi bularga qo'yganimizga. Eslaringlar bo'lsa video qilib qo'yaverik kanalga. Chiroyli qilib arlar ishlab tirishyapti. Magazin ligirovkalarda holatlari yaxshi, endi pechatlasa 17 kunda mana shu darajaga keldi. Mana tashlarida pechatlashni boshlab qo'ygan. 20 romkali ariga qo'yilgan, keyin ikkita matkaliga eksperiment qilganlarimiz ham bor mana bu yerda. Bular ham nihoyatda zo'r ishlayapti. O'rtada razentning reshotkasi bor, общий tepasi bitta semya qilingan bularni. O'rtasiga setka qo'yilgan. Bularning ham holati nihoyatda yaxshi. Bular birinchi qora sedana gulida ishlagan, keyin yantoqda ishlab, keyin tepasiga magazinovka qo'yilgan, to'lgandan keyin ishlashi nihoyatda yaxshi. Chiroyli ishlayapti. Xudo xolasa 10 kun, 15 kunlarda to'ldirib manshetlarni ustini pechatlaydi, keyin yana bir video qilamiz. Hozir ko'prog'ini paxtadan ishlayapti endi. Yantoqdan ishlagan, pasidagilari yantoq qora sedananikan. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, dadanglarga bosib qo'yasizlar. Mana shu videoni kommentariyasida kimni kommentariyasi ko'p like yig'sa, mana shu romkadan bitta hadya qilamiz. Mana shunaqa qilib pechatlashni boshlaydilar buni. Pechatlagandan keyin mana shu asar pishgan bo'ladi. Kommentariyalarda bangillatib yozaverasizlar. Kimni kommentariyasi ko'p like yig'sa, O'zbekiston bo'ylab mana shu romkadan bir donasini hadya qilib jo'natib yuboramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.